Shunaqa chiroyli qurilgan hovlimizda, srochna narxlarda, kvartirani narxiga sotilyapti. Joy egalari bu uyimizni o'zligi uchun qurishgan ekan, sotish uchun qurilmagan. Hamma narsani eng yaxshisi, eng sifatlisi ishlatilgan. Nazarbay postdan kirganda tekstilda joylashgan, orientirimizni Tarnovdan bor yo'g'i 1 kilometr kirganda bo'lyapti. Uyimiz 2/4 ta xonadan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Bu yerda bo'lsa paradning eshigimizni ko'rishingiz mumkin. Paradning eshigidan kirishimiz bilan chap tomonimizda ham, o'ng tomonimizda ham shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan. Binoyimiz bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uyimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizni, ya'ni zalimizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizda bitta katta xona va uyimizning yuragi bo'lgan kotelnik sistemamiz joylashgan. Hozir sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan hovlimizda joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona yoki zal qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboy va attachento ishlatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglarni ko'rishingiz mumkin. Yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa zalimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalariga shunaqa chiroyli lyustralargacha o'rnatib qo'yilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Yotoqxonadan tashqari hamma xonalarimizga iliq pol o'rnatilgan. Yotoqxonalarimizga bo'lsa sifatli radiatorlar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan va aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Atilab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan, sushka qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa общий sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimizda ham yaxshi eshiklar qo'yilgan, mana shunaqa tamburli eshiklar qilingan. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizning tashqarisiga ham bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning atrofida bo'lsa 300 metr masofada maktab, bog'cha, masjid hamma sharoitlari bor. Uyimizda bo'lsa tupik ko'chani ichida joylashgan, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.